Mana do'stlar, men sizlarga aytgan joyim erkablan chishib qo'ygan joyi. E'tibor bering, mana shu joyini ko'ring. Bu duxi yetmay jilaniyasi tushib ketishiga sabab mana bu jang. Erkablanni jangidan avvalgi Abbini o'zini jangi. Birinchi raundda yakunlandi. 3 ta nokaut bilan. Ana ko'rishingiz mumkin. Oyoqda tura olmay qolyapti raqibi. Abbi malades. Erkablanni ham maydalaydi bu. Irki bilan to'xta. Ya udarnik, sana udarnik, ikkita udarnik. Voy bo'lam. Ko'rash Erkablanga xohlagan vesimda tashlashamiz, davay. Bobur, shunday aytsam, o'zliklarga yirik sevib charchab ketdim, do'st bo'lish. Mana duxi yetmayapti. Joy. Nima deb o'ylaysiz? Kim yutadi? Erkablanmi yo Abbimi? Kommentariyalarda yozib keting.